Ең бірінші үйіштіруші болып Рәбида Ахметфида қызы була. Ол енді мында ұзақ yıllar дәуірінде шушы музей эшчәнлеген алып бара. Хранит память о прошлом, бережет вещи старины, рассказывает о жизни друзей. Bizning rayon tarixi bilan tanishtirish uchun muzeyimizda butun shartlar to'ldirilgan. Rayon ham respublika yetakchiligi yordamida bizning muzeyimizda bugungi kunda zamoncha ko'p jihozlar bilan muzeyda to'lantirish ishlari olib boriladi. Ham bu endi yoshlarni muzeyga qudrat jalb etish uchun zo'r mumkinlik bo'lib turadi.